Hamma umidlaring uzilgan onda, qalbing xazon bo'lib to'kilgan holda. Robbingga sen qayta yuzlangin inson, barcha yengilliklar kaliti unda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar. Bir necha oy oldin biz ko'pchilikka manfaatli bo'lgan bir video qilgandik. Va u videoning izohlarida juda ham ko'pchilik insonlar bu videoni davomini qilishlikni so'rashgandi. Undan tashqari, u videodan keyin ko'pchilik menga o'z muammolari bo'yicha murojaat qilishdi va biz juda ham ko'p insonlar bilan psixologik konsultatsiyalarni o'tkazdik. Xalqni analiz qilib shu narsani tushundimki, bu juda ham aktual bo'lgan bir mavzu ekan va bu haqida ko'proq gapirmasam bo'lmaydi. Video davomida sizda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Bu qiz o'zi kim? Men buni nimaga eshitishim kerak? degan savollar tug'ilgan bo'lsa, o'zimni qisqacha tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Men o'zi Buxorolikman. Oxirgi bir necha yil ichida Rossiya Federatsiyasida yashayapman. Shu yerda psixologiya sohasi bo'yicha bakalavrini tugatganman. Undan tashqari 2 yil psixosomatическая klinikada psixolog bo'lib ishladim. Undan keyin yana o'qishni davom ettirish uchun magistraturaga topshirdim va hozir oxirgi o'quv yili o'qishni bitirganimdan keyin Malayziya davlatida faoliyat olib borishlik uchun hozir tayyorlanyapman. Lekin bu videoni meni psixolog sifatida emas, shunchaki oddiy bir mo'min musulmon sifatida qabul qilib eshitishingizni so'rardim. Videomizning birinchi qismida noloyiqlik konsepsiyasi haqida gaplashgandik. Bu inson o'zini ich-ichidan Allohning ne'matlariga noloyiq deb his qilishi. Biz juda ham duo qilishni sevadigan xalqmiz. Lekin duolarimizda yo'l qo'yadigan katta bir xatolarimizdan biri bu o'zimizni qaysidir sabablarga ko'ra Robbimizdan so'rayotgan narsamizga noloyiq deb hisoblashligimiz. Kimdir men juda ham ko'p gunoh qilganman desa, kimdir men juda ham katta gunohlarni qilganman yoki kimdir aytishi mumkin, men juda ham bir nufuzli institutga topshirishni xohlayman, lekin menda bunga nisbatan potensial yo'q deyish mumkin. Biz yaqinda bir ayol bilan gaplashdik va u o'zini oilasida bo'lgan bir voqeani aytib berdi. U duo qilayotganda har xil davlatlarga sayohat qilishlikni Allohdan so'rabdi va yonida turgan yaqin insoni sen endi boshqalarni ko'rding, blogerlarni, boshqa insonlarni ko'rding va ularga havas qilib, shunaqa deyapsan. Lekin ular boshqa umuman dunyoda yashaydi. Ularning dunyosi boshqa, saniki boshqa. U unaqa sayohatlar qilish uchun, unaqa narsalarga erishish uchun sen boy bo'lishing kerak как minimum debdi. Bu ham noloyiqlikning bir ko'rinishi hisoblanadi. Ya'ni, men xohlayotgan narsa uchun menda yetarlicha sabab yo'q deb o'ylashlik. Lekin bir o'ylab ko'ring. Alloh bizdan avval mukammallikni, undan keyin duo qilishlikni talab qilmagan. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Bandalarim, sendan men haqimda so'rasalar, albatta men ularga yaqinman. Duo qiluvchilarning duosini qachon menga duo qilsa, men qabul qilaman. Undan tashqari, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham bizga doim Allohga duoni uning ijobat bo'lishiga ishonch bilan qilgin deb doim aytganlar. Bilasizlarmi? Ba'zan duoni insonni o'zi kesib qo'yadi. Ko'pchiligimiz ich-ichimizdan, chin qalbimizdan duoyimizga ishonib, Robbimiz berishligiga ishonib duo qila olmaymiz. Ko'p hollarda duoni duo qilish kerakligi uchun qilamiz. Duo qilgandan keyin qalbimizda qandaydir shukuh paydo bo'lmaydi. Vaholanki, hadisi qudsiyda Alloh taolo marhamat qiladi. Men bandam meni qanday gumon qilsa, shundayman. Ya'ni siz agar o'zingizni, men endi gunohlarim ko'p, nimalarni so'rayapman, men ko'rpamga qarab oyoq uzatishim kerak desangiz, demak siz ko'rpangizga qarab oyoq uzatishingiz kerak. Yo'q, agar meni Robbim kechiradi, menga Robbim meni xohlagan narsamni beradi, meni Robbim meni duoyimni albatta qabul qiladi deb o'ylagan bo'lsangiz, demak Robbingiz sizni duoingizni albatta qabul qiladi. Har bitta insonni, har bitta narsaga, har bitta kishiga nisbatan o'zini paradigmalari bo'ladi. O'sha narsa yoki kishi haqidagi tasavvuri. Ya'ni siz Alloh haqidagi paradigmangiz qanaqaligiga qarab, ba'zan hayotingiz belgilanadi. Robbingizni sizga bo'lgan muomalasi ham belgilanadi. Ya'ni, agar Robbingizni Robbim menga beradi,
Robbim meni doimli qabul qiladi degan ishonchingiz bilan, shunaqa paradigma bilan yashasangiz, albatta barcha duolaringiz ijobat bo'ladi. Lekin ha endi ular boshqa olamda yashayapti, ha endi ular boy, ha endi beradida Robbisi. Biz endi boshqa insonlarmiz. Biz endi pastroqdamiz yoki men noloyiqroq insonman. Robbim faqat loyiqlarga beradi deb o'ylasangiz, demak hayotingizda shuni kuzatasiz. Banda o'zi duosini oldinini to'sib qo'yadi. O'zini destruktiv fikrlari va paradigmalari bilan Robbisini o'rtasida baryer hosil qiladi. Va mana shu o'zi qurib olgan devor ba'zan uni duosini to'xtatib qolishi mumkin. Holbuki Alloh eng rahimli, eng karim, marhamatli bo'lgan zotdir. Bu yerda ba'zi insonlar aytishlari mumkin. Ha endi nima? Qancha gunoh qilsa ham endi gunohlariga tavba qilmasdan so'rayverish kerakmi deb deyishlari mumkin yoki biror kishi aytishi mumkinki, inson o'zida bor potensialni to'g'ri hisoblab, qayerga kuchi yetishi yoki yetmasligini aniq hisoblab ish qilsa, bu yomonmi? Bu logichna-ku deyish mumkin. Bu mavzuda ixtilof bor. Hayotimizdagi bo'layotgan voqealar hammasi ham doim ham inson logikasiga to'g'ri keladigan bo'lmaydi. Ba'zan mantiqsiz narsalar mantiqqa aylanadi va mantiqiy narsalar mantiqsizlikka. Lekin haqiqat bu Robbimiz aytgan so'zdir. Va u hech qachon o'zgarmaydi. Agar Robbimiz bir ish qilishni xohlasa, u mantiqqa to'g'ri keladimi, kelmaydimi, uni umuman farqi yo'q. Robbimizning ishi ba'zan hatto fizik qonunlariga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Fake it till you make it. Притворяйся, пока не получится. G'arb olamida shunaqa so'z bor. Sen bir inson bo'lishni xohlasang, o'sha insondek o'zingni tut, to o'sha insonga aylanmaguningcha. Ya'ni sen hozir o'sha inson emassan, sen xohlayotgan inson emassan. Sen hozir gunohkordursan, sen hozir ilming pastroqdir, sen hozir qanaqadir kamchiliklaring bordir. Lekin sen o'zingni shundoq tutavergin, sen o'zingni duoying qabul bo'lgan insondek, duosi qabul bo'lgan insondek tutavergin. Ya'ni duoying qabul bo'lganini bilganingdan keyin qanaqa o'zingni tutarding? Mana shunaqa tutavergin va bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha insonga aylanasan. Buni ma'nosi shuki, innamal amalu binniyat. Qur'oni Karimdan keyingi eng buyuk kitobimiz Imom al-Buxoriy sahih hadislarida birinchi hadis: amallar niyatga bog'liq. Ya'ni biz o'zimizcha o'ylaymiz-ku, birinchi men aqlli bo'lishim kerak, keyin bir joyni orzu qilishim kerak. Yoki birinchi menda pul bo'lishi kerak, keyin men sayohatni so'rayman. Yoki birinchi menda sog'liq bo'lishi kerak, keyin men bola so'rasam bo'ladi. Avval hamma gunohlarim o'chirilishi kerak, keyin bir duo qilib so'rasam bo'ladi. Avval men hijobga loyiq bo'lishim kerak, farishtaga aylanishim kerak, keyin hijob o'rasam bo'ladi yoki umra, haj safarlarini qilsam bo'ladi degan destruktiv fikrlar. Bu hadis Sahih al-Buxoriyning birinchi hadisi, ya'ni sanoq bo'yicha birinchi turgan hadis. Va bu ham bekorga emas. Hamma narsadan oldin sani niyating. Ya'ni biz Allohga bezbetlarcha duo qil deyotgan vaqtimizda faqatgina duoni, qo'lni ko'tarib duo qilishlikni nazarda tutmaymiz. Bu ichingizdagi, qalbingizdagi har qanday orzungiz, har qanday maqsadingiz, har qanday niyatingizni nazarda tutib aytamiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylashi bo'yicha birinchi potensial, birinchi pul, birinchi sog'liq, birinchi loyiq bo'lishlik, birinchi aql, birinchi xotira, yana nimalardir, undan keyin so'rasak bo'ladi. Bu xuddi xalqimiz orasida ko'rpangga qarab oyoq uzat degan maqolni o'zginasi. Lekin Alloh bilan o'rtamizda hech qanaqa ko'rpa bo'lmasligini videoning birinchi qismida ko'rib chiqqandik. Bu holatga psixologik nuqtai nazar bilan ozgina yondashib ko'rsak, inson so'rasa-yu, inson orzu qilsa-yu, maqsad qo'ysa-yu, duo qilsa-yu, lekin ichida
qalbini tub-tubida men bu narsaga loyiqmikinman, men ko'tara olarmikinman, menga shu kerakmikin degan qanaqadir xayollar bo'lsa, bu psixologik ichki dissonans, ya'ni ichki qarama-qarshilikka olib keladi. Bir orzu maqsadning unga erishish yo'lida qanaqadir qarama-qarshilik bo'lsa, unga erishish qiyinlashadi. Bundan tashqari, bu qarama-qarshilik sizni hayotingizni har jabhalariga ta'sir ham qila boshlaydi. Psixologiyada ma'lumki, insonning chuqur e'tiqodlari, ya'ni ubejdeniyalari uning xulq-atvoriga ta'sir qiladi. Agar sizni ich-ichingizda baribir bo'lmaydi shu, baribir loyiqmikinman, noloyiqlik konsepsiyasi bo'lsa, birinchidan siz imkoniyatlarni ko'rmaysiz, ikkinchidan tez taslim bo'lasiz. Uchinchidan harakat qilishni kamaytirasiz. To'rtinchidan sinovlarga bardoshli bo'la olmaysiz. Beshinchidan asta-sekin Allohning rahmatidan umidingizni uzasiz. Ya'ni, endi bu bo'lmaydi, endi bo'ldi, endi qo'ydim. Bu narsaga boshqa harakat qilmayman degan fikrlar paydo bo'lishni boshlaydi. Lekin bu yerda juda ham muhim bir narsani tushunish kerakki, sizni qalbingizda bir orzu bor ekan, maqsad bor ekan, siz unga harakat qilishdan hech qachon to'xtamasligingiz kerak. Mo'minning vazifasi Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lish, unga tavakkal qilish va rahmatidan umidini uzmaslikdir. Eng xavfli fikrlardan bittasi bu Alloh qilolmaydi yoki Allohga bir shak shubha emas. Biz mo'min musulmonmiz, biz Allohga butunlay ishonamiz va buni umuman bizning ichimizda Allohga shak shubha yo'q hozirgi kunda. Lekin Alloh qila oladi, lekin men uchun emas degan fikr. Bu fikr siz va Robbingizning o'rtasida katta bir devorga aylanib, sizni undan ajratib qo'yishi mumkin. Shuning uchun, agar siz noloyiqlik konsepsiyasini his qilganingizda, men bunga loyiqmikinman, meni savobim yetarmikin, meni aqlim yetarmikin, pulim yetarmikin, davlatim, chiroyim, sog'lig'im, boshqa narsalar men loyiqmikinman degan fikrga kelsa, siz darrov bu fikrni to'xta. Allohning rahmati qanchalik buyuk deb o'zingizga savol bering. Va miyangiz avtomatik tarzda Allohning rahmati buyuk ekanligiga dalolat beradigan argumentlarni qidira boshlaydi. Bu yerda yana kimdir aytishi mumkin: "Ha, endi rostdan ham loyiq bo'lish kerak u so'rashdan oldin" deyishi mumkin. Azizlar, biz Allohning rahmatiga o'z mukammalligimiz sababli yoki o'zimizda nimadir borligi sababli o'zi hamma narsani Alloh bergan, sizda bor narsani va o'zingizning qo'lingizda bo'lgan narsaga umid qilib Allohdan umid qilinmaydi. Hech qachon sizni qancha savoblaringiz bo'lsa ham, qancha go'zalligingiz, sog'lig'ingiz, pulingiz, dunyoyingiz, hamma narsa bo'lsa-yu, lekin Alloh taolo xohlamagan bo'lsa, qo'lingizda bor narsalarni hech qaysi sizga yordam bera olmaydi. Shuning uchun sizda bormi, yo'qmi, umuman ahamiyati yo'q. Biz faqatgina uning cheksiz rahmatidangina umid qilamiz xolos. Hattoki jannatga kirishlik uchun ham bizani amallarimiz uchun emas, Allohning rahmati uchun kiramiz. O'zi qilayotgan amallarimizchi ko'zimizni nurini bir shukronaligiga ham yetmaydi aslida. Jannatga qanaqa qilib yetsin? Shuning uchun duo qilayotganingizda Alloh sizni eshitayotganiga, u hamma narsaga qodir ekanligiga va siz uchun eng yaxshisini e'tibor bering. Siz uchun Robbingiz eng yaxshisini tanlashiga ishonch bilan duo qilishni o'rganing. Natijani esa Allohning o'ziga topshiring, chunki u siz uchun qachon, qanday, nimani berishligini yaxshiroq, sizdan ko'ra yaxshiroq biladi va siz uchun nima yaxshi ekanligini ham sizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Endi bunga ozgina ilm-fan nuqtai nazaridan qaraymiz. Nimaga dinimiz bizga Allohga tavakkul qilishga, u haqida yaxshi gumonda bo'lishga va natijani unga topshirishga doim chaqiradi? Bugungi zamonaviy psixologiya va neyrobiologiya ham shuni ko'rsatadiki, inson o'zini xavfsiz his qilganda, umid bilan yashaganda va kelajakdan yaxshilik kutganda, ya'ni bizni tilda aytganda sakinat bilan yashaganda, uning miyasida muhim ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Masalan, inson doimiy qo'rquv, xavotir, qanaqadir destruktiv fikrlar bilan yashasa, organizm stress holatiga o'tadi. Stress paytida kortizol gormoni ko'payib ketadi. Agar bu holat uzoq davom etsa, insonning diqqatini jamlashi qiyinlashadi, xotirasi susayadi, qaror qabul qilishi sifati pasayadi.
hissiyotlarni boshqarishga qiynalib, emotsiyaga beriluvchan bo'lib ketadi. Hatto organizmning tiklanish jarayoni ham sekinlashishi mumkin. Inson qancha uxlasa ham dam olganlik hissini his qila olmaydi. Va bu narsa apatiya esa depressiyaga olib kelishi mumkin. Ammo inson qalbida Robbim men uchun eng yaxshisini tanlaydi deb shu Robbisini sakinatida yashasa, shu ishonchga kirib olsa, bu ichki xavotirni kamaytiradi va xotirjamlik hissi kuchayadi. Bu esa stress reaksiyasini pasayishiga yordam beradi, kortizolni normallashtirishga yordam beradi. Natijada inson vaziyatni aniqroq baholay boshlaydi, shoshilinch emas, oqilona qaror qabul qilishni boshlaydi. Ya'ni atrofida bo'layotgan voqealarni bo'ldi endi yomonlikka yo'ymasdan, ya'ni unda yaxshilik narsalarni ham ko'rishni boshlaydi. Qiyinchilikka bardoshli bo'ladi, taslim bo'lish o'rniga sabablarni qilishda davom etadi. Psixologiyada bu psixologik moslashuvchanlik va bardoshlilik bilan bog'liq tushunchalardir. Bunda inson muammolarni inkor qilmaydi. Hech qachon yo'q, meni muammom yo'q, hamma joyim sog'lom, hammasi zo'r deb yuring degan insonga hech qachon ishonmang. Inson hech qachon o'zida bor muammolarni ignor qilmasligi kerak. Chunki har bitta sizni boshingizga kelayotgan muammo bir funksiya bilan keladi. Ya'ni hikmatsiz Robbingiz hech bir ish qilmaydi. Agar siz inkor qilayotgan bo'lsangiz, demak Robbingizni hikmatiga shubha qilyapsiz. Ya'ni bu menga kerak emas, bu bo'lish kerak emas meni hayotimda deyapsiz. Lekin Robbingiz nima uchundir sizga bir muammoni yoki orzuni yoki maqsadni yubordi. Bunda siz bilmagan bir hikmat bor. Muammoga bo'lgan eng yaxshi reaksiya bu uni ignor qilish emas. Ha, muammoim bor, lekin bu dunyoni oxiri emas. Bu hayotning oxiri emas. Bu qiyomat bo'ldi degani emas. Bu muammo qanday kelgan bo'lsa shunday ketadi. Qachonki men o'sha hikmatni anglasam, o'zimni transformatsiya qilsam, Robbim o'z hikmati bilan bu narsani mendan qaytarib oladi. Hech bir muammo boqiy emas degan fikr bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Yana bir muhim jihati, miyamiz nimani kutayotganimizga qarab atrofdagi ma'lumotlarni saralay boshlaydi. Bu haqida biz o'tgan videolarimizdan birida ham gaplashib o'tgandik. Ko'rishingizni albatta tavsiya qilaman. Azizlar, tavakkul bu passiv kutish emas. Bu sabablarni qilish, qo'ldan kelganini qilish va natijani Robbining hikmatiga ishonib topshirishdir. Bunday tavakkul nafaqat qalbga xotirjamlik beradi, balki zamonaviy psixologiya va neyrobiologiya nuqtai nazaridan ham insonning stressini boshqarishi, qaror qabul qilishi va qiyinchiliklardan tiklanishiga yordam beradigan sog'lom ruhiy holatni insonda shakllantiradi. Azizlar, bu video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar shunday bo'lsa, izohlarda albatta o'z fikringizni qoldiring va kimgadir bu albatta manfaatli bo'ladi deb o'ylasangiz, videoni o'sha insonga yuborib qo'ying. Psixologik konsultatsiyalar uchun men yaqin prof akkaunt ochdim. Bu akkauntga o'tib menga murojaat qilishingiz mumkin. Bu videodan oladigan ilmiy manfaatlaringiz to'liq bo'lishligi uchun mana bu videolarni ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolaman.